Hammaga assalomu alaykum. Men navbatdagi Aluniya ildiz tomirimiz Qirg'iziston Respublikasi Qorasuv shahriga jo'natishga tayyorlayapmiz. Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun Qirg'iziston Respublikasiga navbatdagi 2000 ta ildiz qalamchalarimiz jo'natyapmiz. Mana hozir kesib ana chiqadigan, faqat bo'ladigan ildiz tomirlar olinyapti. Mana ingichka qilib o'zi aslida mashinadan ham chiqadi. Bularda endi birakka o'zimiz yopib qolinaveradi. O'zimiz mashinadan ham chiqarsak bo'ladi. Va alohida mana shunaqa qilib obrazesda Qirg'iziston Respublikasiga hozir jo'natamiz 2000 dona qalamcha. Tayyor ko'chatlardan mana ildiz qalamchasini olib jo'natamiz. Yana ko'pchilik so'rashadi, qanaqa ekiladi deb. Mana tomiri bo'lsa 60 ga 40, o'sha yana bir ma'lumot berib o'tib ketay. 60 ga 40 bo'lsa, dom kachka ekish formatida tepaga yumshoq turpoqda. Yumshoq turpoq buni tayyor olingan agatlarimizga, yo'laklarimizga, ketmonda yumshatilgan joyiga, masalan, mana shu dombozlik deb hisoblasak, 60 ga va 60, 40 yotqizilgan holatda ekiladi. Ekkandan keyin bosib qo'yiladi. Tepasidan 2-3 sm qalinlikda turpoq tashaladi. Keyin buni ikki yonidan ketmonda kilonka uchun joy ochiladi. Bozorda 70lik, 90lik plyonkalar bor. 90lik plyonkadan pat plyonka qilib tepasidan bitta plyonka tortib yuboriladi. Plyonka tortish sababi issiqlikni yaxshi ushlab beradi, tomir chirib qolishini oldini oladi. Keyin har xil mayda o'tlardan ham saqlaydi. Katta bo'lib chiqqancha mayda o'tlardan saqlaydi. Mana 3 metrlik ko'chatlardan bo'yni qirib olyapmiz. Mana kichkinalarini olmadik tomirga, kattalari tomiridan katta chiqadi. Keyin yana mana aplika turpoqqa aralashtirib tomirlarimizga jo'natilyapti. Sababi bu quruq qolmasligi uchun, asosiy sabab bir-biriga ikkita paloniya bir-biriga ishqalansa shilinib qolishi mumkin. O'sha asosiy sababi. Mana yangi qopimizga ham aplika bilan turpoqni aralashtirib, mana aplika olib olganmiz, turpoqni aralashtirib solyapmiz. Mana katta 5 metrlik paloniyalarni kesib gapirib qo'ying. Mana 5 metrlik paloniyamiz. Yo'g'onligini qarang mana. Yo'g'onligi ketmon hisobdan ham baland. Mana shular tomiridan olyapmiz. Ha, 5-6 metr chiqar ekan bemalol. Mana bular 3-4 metrlik. Hammasini kesib tomiridan, faqat tomir uchun. Buni ham kesib olib, o'zimiz joyiga ekib qo'yamiz. Ko'raveradi. Jingalak tomirlarni o'zi yetadi ko'karish uchun. Qolgani shu Qirg'iziston Respublikasiga olib jo'natamiz. Mana o'sha 2 yillik paloniya. Andijon viloyatida choyxonaga ekilgan. Yıllık. Kirli paloniyalar. Kirli bası 3 yıl ya 4 yıl olsa gerek. Yazımızı mana shu akaga hozir 1000 ta ko'chat sotildi. Bitta ko'chirib beramiz, xudo xolasa. Ha? Ha.
Ash Xorazmni Shopir akamiz olib ketyapti. Ash Xorazm. Mashina nomeri ham 95 mi? Ha 90 ha? Ha 90li Shopir tog'ani mashinasi davlat raqami u. Biz tonirlar orasiga yuklab yuboramiz endi. Mana tonirlar ichiga yukladik. Yaxshi, mana yufka chiqarib bo'lsang yana endi. Bo'ldi mana. Sana aralanganlar. Aralab ixchamlashtirib. Mana ular ham 20 tadan aralab tayyor qilib qo'yilgan. Mana bugun Samarqandga 450 ta, Nurotga, Navoiy, Xorazm va Beruniy 100 tani Angrenga tashlab o'tib ketadi. O'n yoshimga ortdi hozir Shopir akamiz. Xo'p, yaxshi bo'ling. Ashdan polni tuyab oling. Mana navbatda zakazlarimiz Qo'qon shahar Nag'ara tumaniga. Bo'laman, 2 soatda. Mana ovullik hujjatlarimiz. Billaga bo'yoq qirg'alab kelaydi, hammasini olib tashlab qo'yib beraman agar. Yormazlar da rashtagi. Salaban yormazlar. Mana polni yozib 100 ta 10 tali pachkadan Qo'qonni Dang'arasiga. Mana Azamjon hozirgina Marg'ilondan kirib keldi mana bizni uyimizga. Pavloniy ko'chatlarini olib berdi menga. Inshaalloh Xudo xolisa duo qilarimiz chiroyli bir haqqaligi zo'r bir o'sib bersa, men o'ylaymanki Pavloniy ekmoqchi bo'lganlar, niyat qilganlar mana shu Azamjonga murojaat qilinglar. Maslahat tekin 10 teng pul olmaydi. Dastlabki olib kelyapman, uyimni oldida turibman. Azamjonga murojaat uchun 93lik 642 6040 qo'ng'iroq qilasiz. Azamjon labbay deydi, Pavloniyani olib keladi. Ya'ni ishbay O'zbekiston bo'ylab. Ha, o Qoraqalpoqlik do'stlarim, Xorazmlik muxlislarim, Pavloniya